Yuzni muzdek suvga botirish foydalimi yoki shunchaki mif? Oxirgi paytlarda trendga chiqqan yuz uchun muzli vanna aslida qanchalik foydali? Keling, qisqacha ko'rib chiqamiz. Foydalari: shishlarni tez tushiradi. Ayniqsa ertalab ko'z atrofidagi shishlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Terini taranglashtiradi. Qon aylanishini yaxshilab, yuzga sog'lom rang beradi. Yallig'lanishni bosadi. Qizarish va kichik tomirlarni vaqtincha tinchlantiradi. Ogohlantirish: po'ralar doimo kichraymaydi. Muz teshikchalarni faqat vaqtincha toraytiradi xolos. Kuperoz xavfi: agar yuzingizda mayda qon tomirlari ko'rinib turgan bo'lsa, muz ularni yanada zararlashi mumkin. Muzlashdan ehtiyot bo'ling. Yuzni suvda 10-15 soniyadan ortiq ushlab turmang. Xulosa: bu usul ertalabki tezkor uyg'onish uchun yaxshi, lekin u barcha teri muammolarini hal qiluvchi sehrli tayoqcha emas.